Assalomu alaykum. Keling-chi. Dilor opa. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kayfiyat yaxshimi? A'lo darajada. Charchamasangiz bo'l. Dilor opa, ana qiluvdik, Ehson kanalimiz bor. Nima deydi? Chaqirgan ekansiz, keldik opa. Sharoitlarni o'rganib, nasib bo'lsa Xudo xolasa, shu yurtimiz bilan birgalikda, yurtdoshlar, dindoshlar bilan birgalikda yordam beramiz deb keldik opa. Rahmat. Charchamayapsizmi o'ziz? Rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Allohga rahmat. Oho, uylaringiz ancha charchab qopti opa. Endi yangidan endi bu yoqqa ko'chib kelgan edik. 2 xonali uy qurib bergandi. Oqchaqonimiz qurib berganda endi mashina anaqa endi yangi unaqa bu yog'iga kuchimiz yetmay qoldi. Nasib bo'lsa mana yoningizga biza kiramiz, Xudo xolasa qurib tashlaymiz opa. Hech narsa emas, ko'pchilik bilan qilsak. Bu yoqda kimlar, qanaqa xonalar bor opa? 2 ta xonam bor. Bitta 2 ta xona. 2 ta xonamiz bor. Ko'rsak maylimi? Mayli, kiring. Mana. Bitta qishni o'tkazganmiz. To'g'ri-ku. Ikkita qishni mashina qishni o'tkazganmiz. Masalan, pechkam bor. Buni ana qildik, shu pechkalar chiqdikda. Pechkalar chiqdik. Mana ikkita qizim bilan navaram o'tiramiz, ikkalamiz. Shunda uchovlaringiz yashaysizlar? Qiziz, nevarangiz o'ziz? Uchalamiz. Boquvchi yo'q. Hech kim yo'q. O'ziz nima ish qilasiz? Kunlik daromadingiz nimada? Kunlik daromadim o'ta anaqa, nima desam ekan, idish yuvish, agor chopish, o'shanaqada endi. Yoshim o'tib qoldi. Necha yoshsiz ona? 58. 58 yoshsiz. 58 yosh bo'lib bitta o'ziz ro'zg'or o'tkazyapsiz. O'tkazyapman. Shukr. Endi nima qilish kerak? Baribir ovqat qilish kerak, tirikchilik. Oshxonangiz qani? Oshxonam mashinada qozonim, gazim ham yo'q. Isitadigan joyim ham yo'q. Bittagina mashina. Bitta mashxonada yashaysiz. Mashina bitta xona, keyin banaytdi, anaqa idish-shoxlar. Mana qanaqa odamlar bor, qanaqa oilalar bor. Yashashyapti. Bu qizcha kimimiz bo'ladi? Navaram bo'ladi u. Keqan qizim? Keqan ma'lum. Kelaqayga. Qalaysan? Yaxshimisan? Charchamayapsanmi, asal qiz? Ishlaring yaxshimi? Isming nima? Nurjamol degan. Nurjamolmi isming? Nurjamol. Albattalari. Xudo xolasa opa, oshxonalar ham chiroyli qilib beramiz inshaalloh. Shuni harakatidamiz. Shunga bir og'sizni oldizdan o'taylik, bir ko'raylik, nima gap, nima so'z, sharoit rostdan ham shunaqami yo'qmi eshitib kelyapmiz opa. Siz xabar berganingiz, hamsiya xalqdan surishtirib keldik. Inshaalloh agar bu yog'i nasib bo'lsa, ana qilsak, ko'pga bormay, sharoitni chiroyli qilib beramiz opa. Bitta darvoza mandan nasib bo'lsa. Bitta chiroyli darvoza qilib, inshaalloh bu yog'ini qilib beramiz, xudo xolasa. Uzoq bo'lsin. Nasib bo'lsa. Xo'p. Charchamasangiz Gapirishlarni aytinglar, shu o'zini yoqda shu. Ya men uylarni olibman prosta. Xo'sh. Uylarni olibman. Ha? Mana shu uyda yashaysizmi opa? Ha, mashhurda anaqa nima qilgandi, 2 xonali qurib bergandi-da. Ha? Qaysi? Yangi xona qurdik. Mana yangi xona. Mashina. Mana shu yangi xona ekan. Sizmi xona qurdik deb. Ha, mashina. Opam aytdi. Ikkita xona qurdik. Mana shu uyda yashar ekanda. Mana shu ikkita xona. Xona. Darvoza yo'q. Darvoza mana shu darvozalarda. Darvozamiz yo'q. Kirib kelaverishlari. Mana yerda yashaydilar. Qanday sanasizmi? Tirikchilik deydi. Shunday ya. Bir kamchilik. Albatta. Mana jigarlar, mana shunaqa darvozaxona. Mana shu darvoza kirib kelaverishlari. Mana men bu yerga u narsalar yig'ib sotar ekanlar, tirikchiliklar mana shundan o'tar ekan. Uylarda, ro'zg'orda. Mana shu uyda yashayaptilar. Kelinglar birgalashaylik, inshaalloh. Mana shu uylarga ham bir chiroyli nimadirlar qilib berish nasib qilsin. Oshxonalari ham yo'q, boy ko'rganlaringizdek o'sha pechkada. Mana shu ancha yildan beri, necha yildan beri shu xonadondasiz? Necha yil bo'ldi mana shu uyda yashayotganingizga? 3 yil bo'ldi. 3 yil? 3 yildan beri shunday. 3 yildan oldin qayerda yashagansiz? Mana eski uyimizda yashaganmiz. Eski uyingizda
Aa, Eski buni buzib tashladi, keyin Mana. bo'ldi. mana shu onaxon Uyda yashagan. uylari qulab ketgan ekan. O'sha qulab ketganning hisobiga mana shu yerlar qulab ketgan. Mana shu qulab ketgan, mana shu chegara, mana shu yerdan chegara ekan. Mana shundan buyog'i bularniki. Mana shu xonani, mana shu ikkita xonani uchlovlarni qurib berishgan ekan. Do'stlar, men bloger emasman. Men ham endi boshladim, yangi bloger. Ehson yo'lida boshlayapmiz. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Ehson qiluvchilardan bo'lishik nasib aylasin Alloh. Hammaning omadini bersin do'stlarim. Mana hozir nima deyishni ham bilmay qoldim. Nima deyishga ham til hayron, til ojiz. Hayron qolib qarab o'tiribman. Uylarni qaranglar endi. Uyda yashash, menimcha sizlar qanaqa uyda yashayapsizlar, biz qanaqa uyda yashayapmiz. Mana insonlar qanday uyda yashayaptilar. Mana shu qizchani qarang. Bu qizcha bog'chaga boradilarmi? Ha. Bog'chaga nasib bo'lsa, nima bugun bormadingizmi? Qiz? Oyog'ida yo'q. Oyog'ida oyoq kiyimi yo'q uchun, Oyog'ida yo'q. oyoq kiyimlari yo'q uchun mana bog'chaga bormabdilar. Do'stlar, Asal qizim, oyoq kiyiming bo'lishini xohlaysanmi? Chiroyli kiyimlaring bo'lishini xohlaysanmi? Nasib bo'lsa bo'ladi, opa. Nasib bo'lsa olib kelamiz hammasini. Opajon, yurtdoshlarimizga nima deysiz? Endi hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Yordam qilsalaringiz, iltimos. Mana qiynalib, erim yo'q boshimda. Nima deyman? Bitta navaram qizim bilan yashab o'tiribman. Mana shu uydagi gazim bo'lsa deyman, oshxonam bo'lsa deyman. Men ham shunchalik qiynalib qoldim. Iltimos yurtdoshlarimizga iltimos qilib qolaman. Yordam qilishlaringizni. Inshaalloh nasib bo'lsa opajon, hech kim qoldirmaydi. Xudo xolasa xalqimiz qarab turmaydi. Do'stlar, mana gazlari ham yo'q ekan. Mana shu o'tin pechkada, mana shu xonada ularni xijolat qilmaydi deb har uylari yana qilmadik. Lekin suv yo'q, gaz suvlari ham yo'q. Uylarida suvlari ham yo'q, gazlari ham yo'q. Faqatgina svet mana qo'l bog'la qilib ulab tashalgan. Mana shu qo'l bog'la qilib ulangan suvlardan ishlatyaptilar. Mana do'stlar, yashash qanaqa. Endi o'zingizlar ko'ringlarchi. Umuman sharoit yo'q, umuman sharoit. Mana ko'ryapsizlar-ku. Mana do'stlar, qarang hayotda. Mana hayot. Mana haqiqiy hayot mana. Endi tasavvur qilinglar. Mana shu hayotda yashayaptilar. Rahmat, umringdan baraka. Sizlar shuni xonadonda yashaysizlarmi? Endi ko'ringlarchi. Mana yon qo'shnilar. Mana qo'shnilar. Albatta. Men nomerimni bilasan-ku? Ha, o'sha nomerni qo'yib qo'yadi. Agar nomer Mana do'stlarim, uy. Mana haqiqiy uy, mana. Mana shunday. Mana shu xonadonga, mana bu qizlarni onaxonni o'zlari tergan ekanlar. Ko'p gapirmadilar, gapira olmadilar. Biz ham nima deyishni bilmadik. Ko'p xijolatga qo'ymadik. Ehsonimiz imkon qadar bo'ldi, bizaniki ham joy ko'p. Nimadirlar ko'tarib kelishda imkoniyatimiz qila olmadik. Birgalashsak, Xudo xolasa, mana shu uylarga, mana shu hech bo'lmasa bitta darvozachilarimiz bor, temirchilarimiz bor, ehsoni ko'p insonlarimiz. Xalqimiz ehsongo'y. Xalqimiz qarab turmas inshaalloh. Mana shu darvoza. Qayta ko'rsatishdan ham charchamayapman. Nima deyishni, nima qilishni bilmay qoldim. Shu kachalka yo'q-da uyda. kachalka ham yo'q. Endi bu yoqdan suv olib nima qilyapmiz? Suvni shunday tashib kelasizda ruchnoy. Yo'q, biz aniqqa baqlashga olib kelamiz. Baklashkada suv olib kelib ishlatasiz. Baqlashga olib kelamiz, choyga ishlatamiz, ovqatga ishlatamiz. Kirga endi ariqdagi anaqa qilamiz. Ariqdan qotgan suvga kiryapsiz. Ariqdagi nima qilsa, o'shandan suv olib kelib ishlatamiz. Kranimiz ham yo'q. Anaqa mana pechkada zo'rg'a chiqdik qishdan-da.
qishdan zo'rg'a chiqdik. Mahalla ham yordam bermasmi? Hech kim. Mana Jumaboy akam Bo'shab chiqib ketdi. Bo'shab ketdi. Hozir hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Mahalladan yordam umuman olmaysizmi? Bizni temir daftardan ham chiqarib yubordi. Nega? Mana shu sharoitingizda qanaqa qilib chiqaradi? Yo'q, sizlarga dedi, ikkita xona qurib berdik, bo'ldi dedi-da. Qurib bergan xonasini qarang. Ko'rdim, ha, Yo'q, anaqa xonasini. bolalari pulidan ham chiqarib yubordi. Temir daftardan ham chiqarib yubordi. Hech bo'lmasa mayli ayollar daftariga kirgizib qo'yinglarni, iltimos aka dedim. Yo'q, senga men ikkita xona qurib berdim degani bilan mana bu eshiklar hammasi eski. 30 million ketdi deydi. Qanaqasiga 30 million ketadi? Bittaga hammasi o'ziniki. O'zini uyidan olib kelgan ramlari, o'zini olib kelgan eshiklari. Eski narsalar. Eskilarni olib Eski narsalardan qurib berilgan ekan. Eto 3 necha yil bo'ldi dedingiz bu uy qurilgani? 3 yil bo'ldi. 3 yil. Mana. Temir 3 yillik daftardan uy. chiqarib yubordi. Mana shu ikkita xona qilib beribdilar. Mana shu ikkitagina xona. Mana shu xona. Mana bu eshik emas. Bu prosta ramka turibdi. Mana bu eshik emas. Bu prosta ramka mana. Bu prosta ramka turibdi. Mana shu xona. Mana shu koridorcha. Mana kuxnilari, mana kuxnilari, mana narsalar. Mana ko'rpa-ko'rpachalar, mana kiyimlar qanaqa. Ey insonlar, do'stlar, qarab turmaylik. Bir-birimizga yordam beraylik. Biz to'satdan kelganimiz uchun hech narsa uspet qilmadilar. Men operator emas, o'qimaganman bu soha bo'yicha. O'sha uchun birja video qilishni ham bilmadim. Qo'limdan kelgancha eplab yordam so'rab chiqdim do'stlarim. Yordam beraylik, qarab turmaylik bu insonlarga. Qarab turishni o'zi menimcha gunoh bo'lsa kerak. Hammamiz ham ehson qiluvchilardan bo'laylik do'stlar. Ehson qiluvchilardan bo'lish nasib qilsin. Mana hayot. Mana yashash. Mana bu o'tinlarni nima qilasiz, opajon? Qaysi O'tin, mana bu endi pechka yoqish uchun o'tin kerak. O'tinni qayerdan olasiz? o'tinlarni ko'chadan olib kelamiz. Bittalab terib. Bittalar terib Mahalla ko'mir, bu narsalarga yordam bermadimi? Ko'mir olib kelgandi mahallamizga. O'shanda olib kelgandi, keyin bizga tashamadi. Senlar pechka ham qurish mumkin emas deb ketdi. Pechka o'zi faktik qonuniy olib qarasangiz mumkin emas, lekin gaz bo'lmagandan keyin noilojlikdan mumkin, boshqa variant yo'q. Mana gaz turba kelgan ekan-ku uyingizda oldiga, nimaga? Bu yerda qurilgan ota uyim edi. O'sha ota uyimdan masjidga o'tgandi. Ne o'tib, ne uchta yashardik. Keyin opacham bu yerda o'zlariga saroy qilib qurib olgandan keyin bu yerni uzib tashlab o'zlariga o'tkazib oldi-da. Bu turbani sizga ulab bermadi. Ulab bermadi. Agar biza Gorgazdan ruxsat olib, davlatimiz bilan mana bu nima deydi, tashkilotlik, tegishli tashkilotlardan so'rab, dokument qilsak, mana shu turbadan siz gaz kirgizishingizga ruxsat bormi? Bor. Mana shuni kirgizib bersak bo'ladimi? Bo'ladi. Mana o'zimdan kelgan. Bu uyingizni nimaga buzib tashlagansiz? Buni buzib tashlagan sababi tagida sement yo'q edi. Men bu uyda tagida sement yo'q. Sement yo'q. Men bu agar zilzila bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, gup etib yiqilarkan, hali holatga kelib qolgandi-da. O'sha yiqiladigan holatga kelgani uchun buzib tashladinglar. Men bu devorni kim tergan? Bu ikkinchi o'g'lim. Ikkinchi o'g'lim anaqa qildi. Mana o'g'illari ham bor ekan. Lekin sharoitlari, imkoniyatlari yo'q uchun ular ham bu yerda emas. Onaxon o'zlari yolg'iz qolganlar. Bitta o'zim qolib ketdim. Bolalaringiz qayerda hozir? Hammasi shaharga ko'chib ketgan. Siz o'zingiz bitta o'z qolgansiz. Bitta o'zim, qizim, nevaram, uchala. Sizdan xabar olib turishadimi? Yo'q. Bir marta ham kelmaydi. Ona deb Navruzga kelib qolarmikan dedim. 8-marta kelib qolarmikan desam, birrovi ham xabar olmaydi. Umuman hech kim kelmadi. Umuman kelmaydi. Hayitlarda ham yolg'izgina o'zingiz kutib oldingizmi? Bitta o'zim hayitlarda ham bitta o'zim kutib oldim. Ularga ham Alloh ajrini beradi. Bandamiz. Banda zot shundayda. Inshaalloh Allohdan hamma narsa.
Bizga ham bir kelishimiz bir sabab. Hamma narsa Allohdan. Mana yaqin qarindoshlari uyi bo'lib olishibdi. Mana bu yerda hovli qurilgan ekan. Bu uy boshqalarniki, qarindoshlariniki. Mana qarindosh urug'niki, mana bular. Insonlar. Mana yashayapmiz. Do'stlarim, ehsoni ko'p boylardan bo'lishlik nasib aylasin. Ehson qilish uchun boy bo'lish shart emas. Insonda ozginagina yuragida o'ti bo'lsa bo'ldi. Nimani videoga olishni ham bilmayapman. Prosta hayron qolayotganim, mana shu insonlar mana shu xonadonda yashayapti. Insonmiz-ku hammamiz, to'g'rimi? Qaranglar-chi. Onaxonni otashini. Sharoitni qaranglar. O'zlari shu kunda, shu oyda yashashga nima deysizlar? Yashab berarmi deylar. Lekin bular bizdan baxtli. Chunki mana shu uyda yashasalar ham bizlardan baxtli bular. Nimaga-ki bular topayotgan dunyosini, mol dunyosini javobini bermaydi, chunki bular faqatgina non, tuz, 4 so'm 5 so'm pul topib yashayaptilar. Mana videoga olishga o'zi joy ham yo'q. Nimani olishni ham bilmayapman. Ona, biza ketamiz. Bitta yurtdoshlarni duo qiling. Alloh amin. Nima tilagan bo'lsa tilaklaringizga yetib yo'llaring. Inshaalloh amin desa farishtalar amin degan bo'lsin. Alloh amin. Nima tilagan bo'lsa tilaklaringizga Alloh akbar. Inshaalloh onajon yurtdoshlarimiz qarab turmaydi. Kelamiz, Xudo xolasa hali ko'p kelamiz. Hali ko'p mehmonimiz bo'lamiz. Nasib bo'lsa ko'p mehmon bo'lamiz. Bu safar kelganimizda ustalar bilan kelib inshaalloh mana shu anaqa beramiz. Yurtdoshlarimizga sizni telefon nomerlaringizni qoldiramiz, kartalar qoldiramiz uni. Ehson qiluvchilar bo'lsa, kelsin, mana xohlaganlar kelib qurib bersin, xohlamaganlar chiqsin aloqaga mana bizaga ham. Sizga chiqsin, bizaga chiqsin, qilib beramiz. Yonma-yon ko'pchilik bilan-da, hech narsa yolg'izlik bilan bo'lmaydi. Hammaniki ko'pchilik bilan. Ko'pchilik bo'lsa, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Allohim sog' bo'ling, omon bo'ling. Boshi zamon bo'lsa, inshaalloh va nabirachalaringizni nasib bo'lsa uzatamiz, to'ylarini qilamiz, qizim. Sog' bo'lgin.